Assalomu alaykum hammaga. Firdaus Broker kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Charchamayapsizlarmi? Men sizlarga bugun Ellingtonda yana kачестволарni ko'rsatib o'tish, bir yotoqli uyda turibmiz. Qanaqa dizaynda, qanaqa ko'rinishdaligini sizlarga qisqacha bo'lsa ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Qani ketdik. Smart Home System, Dubayda hammasi hozir Smart Home System. Kirgan paytingizda sirazi chap tomoningizda mana shunaqangi chiroyli gостевой sanuzel bo'ladi. Bu zerkala, ya'ni tosh oynani orqasida o'zi shunaqa nima deydi, sovun, povun, mana shunaqa narsa, polkalarda narsalaringizni qo'yib qo'yish uchun polkalar bo'ladi. O'ng tomonda bo'lsa shunaqangi chiroyli oshxonangiz. Oshxonangizni ko'rib turibsiz, juda ham ko'p polichkalar bor. Hamma narsangiz ichkariga kirib ketadi. Umuman ortiqcha narsalar turmaydi. Mana shunaqangi chiroyli, ko'rdingizmi qanaqa bekilishi? Tartu unaqa narsalar yo'q. Bu yoq tomonda yana gubkalar qo'yish uchun ham chiroyli joylarni ajratib ketilgan. Bu ayollarimiz uchun juda ham kerakli. Gaz, vытяжкаning tepalarida ham shunaqangi chiroyli o'ylab решение qilib ketishgan. Bularda tepalarida mikrovolnovkalarda отдельно sotib olish umuman kerak yo'q. Gaz plita, mikrovolnovka hammasi bilan birgalikda beriladi mana shu summani ichida. Bu bo'lsa o'zini xolodilnik, morozilnik tepasida yana shunaqangi chiroyli joylar ajratib ketilgan. Bu yoq tomonda bo'lsa idish yuvish uchun o'zini shunaqangi mashinalarni ham qo'yib ketilgan. Bu ham shu summani ichiga kirib ketadi. Xo'p, endi Ellington bilasizlar juda ham качественный, hamma yo'lda juda ham yaxshi o'ylaydi. Bu bo'lsa kir mashina tepasida shunaqangi kirlaringizni ilib qo'yish uchun, yana boshqa narsalarni saqlash uchun juda ham chiroyli joy. Bu bo'lsa zal. Zali ham juda ham katta. 3.20 balandlikda bo'ladi. Bu oilaviy choy ichib o'tiradigan joy. Bu bo'lsa TV zonangiz. Mana shunaqangi chiroyli. Polni bu Dubayni ko'rishingiz uchun panoramli oyna. Masalan, men o'zimga juda ham yoqadi panoramli oyna bo'lgani uyda. Endi bo'lsa yotoqxonasiga kiramiz. Yotoqxonasiga kirishda уже сразу чувствуете qildingiz, juda ham ko'p garderobniy shkaflari, полностью garderobniy shkaflar. Ayniqsa nafaqat ayollarimiz uchun, erkaklarimiz uchun ham garderobniy shkaflar juda ham kerak deb o'ylayman. Mana shunaqangi chiroyli qilib qo'yib ketilgan, polniy, hammasi yetadi. Bu yoq tomonda shunaqangi katta zerkala, ya'ni tosh oynamiz bor. Bu bo'lsa panoramniy oynasi bilan o'zini birinchi shu bitta yotoqxonangiz. Maza qilib bemalol. Bu ranglarni qarang, odamning ko'zini og'ritmaydi-da. Yashaganingizda ham maza qilib yengil yashaysiz. Asosiysi uyda dam olish uchun kelamiz. Yotoqxona ayniqsa dam olish uchun bo'lishi kerak. Odamni charchatib qo'ymaslik kerak. Har bitta narsa, mana ko'ring, dushavoyingizda ham bemalol xuddi hammomlardagidek bemalol o'tirib dush qabul qilishingiz uchun ham sharoitlarni yaratib qo'ygan. Shunaqangi chiroyli rakovinasi, buni orqasida yana xuddi shunaqangi polkalarni qo'yib ketilgan. Bu juda ham chiroyli решение deb o'ylayman. Xo'p, meni kanalimda obuna bo'lib qo'ying, keyingi videolarni ham tomosha qiling. Juda ham интересный videolarni qo'yib boraman. O'z fikringizni yozib qoldiring va yana siz qanaqa videolarni kutyapsiz? Kommentariyada yozib qoldirsangiz, men sizni o'qib harakat qilaman yana shunaqa videolar chiqarishga. Buni narxlarini, lokatsiyalarini qayerdan olish kerak, qanaqa olish kerak, hammasini siz bilan birga maslahatlashib, sizga o'z fikrlarimni bildiraman. Meni o'zimga Telegramdan yoki WhatsAppdan yozsangiz, chiroyli yaxshi variant tanlab beraman o'zim sizga. Sog' bo'linglar, kuzatganingiz uchun rahmat.